2:25. Ya. 5 ishlama. Alo. Yo'q taksimi? Ha, nimaga? Bu oqshom 18 ga bitta taksi uzating. Hozir ana shu hovliga shuna kiraman, chiqaman. Faqat 50 ming so'm berib turing, berishim kerak-da. Lekin hozir bundan keyingi adresga borgan joyimizga 250 ming so'm beradi. Undan keyingisi 500 ming bera olaman, beraman. Bering. Mana aka. Haydang aka, G'ijdon ketamiz. G'ijdon? Haydang. Nimaga jahl qilyapsiz? Kerakda, tinchmi? Tinch emas sana. Odamlarga ham hayronsan. Pulni oladi, berishga kelgan payti uyma-uy yurasan. Pul ololmadim. Yo'l qiluvchi, mendan olgan pulchi. Ukajon, men mashinangga o'tiraman-ku. Hayda, Buxoroga hayda, Buxorodan qilamiz. Iloyo amin. Sanday sahiylar ko'paysin. Mashining tagidan shamol o'tib tursin. Biringga 1000, mingga 10 ming bersin xudo. Allohu akbar. Charchaman ukajon, pul yo'q. Qanday pul yo'q? Qanday pul yo'q? Ha. Kim beradi menga bu pulni? Ukajon, pul yo'q. Mana qamatsang, qamat. Ursang, lekin o'yla bu. Bundan oldin bitta restoran kirdim, bir urdi, mana 1 yillik abonement qo'rin yo'q. Sen ham o'xshatib bitta qo'ysang zo'r bo'laydi, taksi bepul bo'laydi. Urasan, ana yerdan ur. Shuningdan. Tax! Yo'qman! Tastes like a Kazakh shit in my mouth. Мы кайф заработан потом и кровью.